Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. İnsanlarni qiyomat kunida ikkinchi marta surga nafxor bo'lgandan keyin qayta tirilib, odamlar mahsharga qarab yurib borar ekanlar, kofirlar bir ajib ko'rinishda yuradi. Ular tirilgan joylaridan mana shu tep-tekis qilib qo'yilgan yerga Alloh taoloning yomg'iri yoqqandan keyin ular xuddi o'simliklar o'sib chiqqandek yerdan unib chiqadilar dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. So'ngra ular mana shunday bir yalang'och holatda, ba'zilari o'tdan bo'lgan libos bilan kiyingan holatda yurib borar ekan, kofirlar yuzlari bilan yurib boradi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam quyidagi oyatlarni o'qidilar. Astagfirullah allazina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannam ulaika sharrun makana va adallu sabila. Yuztuban hollarida jahannam tomonga sudraladigan kimsalar ana o'shalar eng ahvoli yomon va butunlay yo'ldan ozgan kimsalardir. Sahobalardan biri ya Rasululloh, qanaqa qilib odam yuzi bilan yurishi mumkin? Ya'ni inson tasavvurga sig'dira olmaydi yuzi bilan yurib borishligini. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, axir uni oyog'i bilan yurgizib qo'ygan zot yuzi bilan yurgizib qo'yishga ham qodir-ku dedi. Ya'ni bu qanday ko'rinishda bo'lganini Alloh biladi, lekin yuzlari bilan sodara olib, yuzlari bilan yurib borishligi mana shu oyatdan ma'lum bo'ladi. Va nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan va bukman va summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Ularning qiyomat kunida holat qanday bo'ladi? Alloh kimni hidoyat qilsa, bas o'sha hidoyat topguchidir. U zot kimni adashtirsa, yo'ldan ozdirsa, ular uchun unga o'zga do'st, madadkorlar topa olmassiz. Qiyomat kunida yuztuban hollarida ko'r, soqol, kar qilib tiriltiramiz. Ularning borar joylari jahannamdir. Hech har qachon jahannam o'ti susaysa, biz ularga olovni lovullatib yuboramiz. Dunyoda ba'zi bir odamlarga Allohning oyatlarini o'qib berilsa, yuragi siqiladi. Eshitlikni xohlamaydi. Ya'ni bu narsani xohlamasligini ochiqdan-ochiq aytadi. Kecha bir ukamiz aytib beryapti, mashinasini to'xtatgan ekan, bir odam chiqib o'tirib, Qur'on qo'yilgan ekan, onaningni o'chirib qo'y demiş. Ya'ni ko'ring, Allohning kalomi o'qilayotsa o'chirib qo'y deydi. O'chirib turib tushuntirsa gapirmang menga, kerak emas bu narsa deydi. Ya'ni bu qanday qalblarki, Allohning so'zini eshitgan paytda siqiladi. Kim bu qalblar? Allohning oyatlarini eshitganda, Allohning mo'jizalarini ko'rganda, xuddi eshitmagandek, ko'rmaganda yashagan kimsalar qiyomat kunida ko'r holatda tiriladi. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka va nahshuruhum yawmal qiyamati a'ma. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas, albatta uning uchun tang, baxtsiz hayot bo'lur va biz uni qiyomat kunida ko'r holatda tiriltiramiz. Qala robbi lima hashartani a'ma va qad kuntu basira. U Parvardigorim, nega meni ko'r qilib tiriltirding? Axir ko'rar edim-ku degan edi. Qala kazalika atatka ayatuna fanasitaha va kazalika al-yawma tunsa. Alloh aytdi, u ko'zi ko'r bo'lib tirilgan bandaga. Shunday, senga bizning oyat mo'jizalarimiz kelganida ularni unutding. Bugun sen ham ana shunday unutilarsan. Ya'ni ko'zini yumib ko'r bo'lgansanmi? Bu kunda ko'zing ko'rgan bo'lsa ham dunyoda ko'r holatda tirilasan. Ko'zlari ko'r, hollari bir xor bo'lgan hamda yuzlari bilan jahannamga yurib boradigan kofirlarning ahvoli shu bo'ladi. Oyatlar kelgan, kitob tilovat qilingan, mauizalar bo'lgan, ibratlar ko'rsatilgan, lekin quloq tutgan emas. Beparvo tashlagan, qiyomat kunida bular ham Allohning rahmatidan beparvo holatda bir chekka tashlab qo'yiladi. Ular ko'r, kar, soqol va yuzlari bilan so'daralib boradilar. Alloh taolo ularga zarracha marhamatini ko'rsatmaydi. Yawma yunfaxu fis-suri va nahshurul mujrimina yawma izin zurqa. Ularning rangi qanday ahvolda bo'ladi? U sur chalinadigan kundir. U kunda biz jinoyatchi kofir kimsalarni ko'zlarini ko'k, ya'ni nursiz, yuzlari qaro bo'lgan hollarda yig'urmiz. Ya'ni Allohning azobidan qo'rqqanligidan ko'zida ko'klik, rangida qarolik paydo bo'ladi. Bu ularga tushib qolgan dahshatning bir holati. Ular o'zaro shivirlashib,
dunyoda 10 kungina turdinglar dedilar. Biz ularning aytadigan so'zlarini juda yaxshi bilamiz. Ularning eng to'g'ri yo'l tutgan donolari bir kungina turdinglar dedilar. 10 kuncha turdik desa, eng aqllisi, eng to'g'ri gapni gapirayotgani bir kun turdik deydi. Insonlar mana shunday mahshargohga yiqilib kelar ekanlar, quyosh asta-sekinlik bilan pasayib yaqinlasha boshlaydi. Yaqinlashadi, 1 kilometr yoki 1,5 kilometr masofa kelib to'xtaydi. Ya'ni necha millionlagan kilometr uzoqdagi quyoshni yorug'i yerga qanaqa bir issiqlik beradi. Qanday yorug'lik, issiqlik beradi. Mana shu yorug'likda kunduzi turib qolsangiz 1,5 soat qoqis chiqib qoladi, shoptoris chiqib. Endi bu 1,5 kilometr masofa kelgandagi tasavvur qiling insonlarning ahvolini. Kuyib ketmaydi. O'lib qolmaydi, chunki o'lim yo'q endi. O'lim bir marta bo'lar edi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dunyodagi har qancha azob, mashaqqat, har qancha bir qiynoq, qattiq bo'lmasin, bitta o'lsa qutuladi inson. Lekin bu kunda o'lim bo'lmaydi. Ulardan ter oqa boshlaydi tanalaridan. Mana shu holatda ular terlariga botib turgan paytlarida mo'min kishilar o'zlarining anbiyolarining oldida ularga berilgan havuzlardan suv ichib turadilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Qur'onda u kishiga berilgan mana zikri kelgan Kavsar havuzi haqida gapiradi. Inna a'toynakal kavsar fasolli li robbika vanhar. Albatta biz sizga Kavsarni ato etdik deydi Alloh taolo. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadislarda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Mening hovuzimning uzunligi 1 oylik masofachalik uzoqlikda. 1 oyda qancha uzoq masofaga bora olsa, hovuzning uzunligi shunday. Chekalari tep-tekis, ya'ni 4 burchak hovuz bu hovuz. Uning suvi sutdan oppoqroq, hidi mushkdan ko'ra xushbo'yroq, idishlari esa, suv olib ichadigan idishlari esa osmondagi yulduzlarning sanog'icha. Undan bir marta ichgan kishi hargiz chanqoq nimaligini bilmaydi. Jannatga kirganingda senga chanqoqchilik yoki och qolishlik yo'q deyapti Alloh taolo. Inson nima uchun yeb, nima uchun ichadi unda? Qorni ochmasa, ovqatda nimaga yeydi? Chanqamasa, nimaga suv ichadi? Kavsar havuzidan bir marta ichgan kishi chanqoq degan kasalni esdan chiqaradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadislarda aytadilarki, uning, ya'ni Kavsarning suvi qordan ko'ra oppoqroq, asaldan ko'ra shirinroq, idishlarining adadi osmondagi yulduzlarning sanog'idan ko'ra ko'proq. Nabiy sollallohu alayhi vasallam davom etadi shu hadisda. Xuddi bir kishi boshqalarni tuyalarini o'zini suv ichadigan hovuzidan to'sgandek, boshqa ummatlarni men qaytarib turaman. Faqat meni ummatim keladi deydi. Shunda sahobalar Rasululloh bizni taniysizmi u kunda? Bizni taniysizmi deganda aytgan ekanki, ha deydi. U kunda sizlarda hech kimda, sizlardan boshqa hech kimda bo'lmaydigan bir alomat bor. Nima edi alomat? Meni oldimga tahorat izlaridan, g'urron muhajjalin holatda, ana shu qo'llaridan, oyoqlaridan, tahorat qilinadigan a'zolardan nur chiqqan holatda kelasizlar dedi. Tahorat sabab nurga ega bo'ladigan mana shu Kavsar suvidan ichadiganlarga mana shu muborak bo'lsin bashorat. Parvardigor mana shu bashoratingiz bilan bizga qilgan bo'lsin. Sutdan oppoqroq, asaldan shirinroq. Unda 2 tannov bo'ladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. 2 ta tannov mana shu hovuzga suvni quyib turadi. Bu tannovlarning boshi jannatdan chiqib keladi. Bu jannatdan oqadigan daryoki mahshar maydoniga bir hovuz bo'lib to'kilib turadi. Bu 2 tannovning bittasi oltindan bo'ladi Rasululloh, bittasi kumushdan bo'ladi dedilar. Mana shu hovuzdan bir marta ichgan odam qaytib chanqoq kasalini bilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: meni oldimga qiyomat kunida men bilan zamondosh bo'lgan, hamsuhbat bo'lgan kishilar keladi. Menga iymon keltirgan bo'ladi. Ular suv ichishlikka yaqin bo'lganlarida, ularga ichinglar deb izn bermoqchi bo'lib turgan paytimda, ular hovuzdan birdamga uzoqlashtiriladilar. Uloqtirib tashashadi ularni. Shunda Parvardigoro, meni ashoblarim deydi. Meni ashoblarim deb aytaman deydi Rasululloh. Shunda farishtalar aytadi: "Ya Rasululloh, siz bular sizdan keyin nima ish qilganligini bilmaysiz. Rasulullohning ummati bo'lganlar uloqtirilyapti." Kim edi bular? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan Hajjatul Vadoda birga turib, u kishiga iymon keltirib, musulmon bo'lib, lekin Rasululloh vafot etgandan keyin dindan qaytib ketgan murtadlar bo'ladi. Ular qaytargan, ular o'zgartirganlar deydi. Shunda Rasululloh mendan keyin qaytganlar dindan uzoq bo'lsin.
uzoq bo'lsin. Rasululloh o'zlarini man qiladi. Demak, dindan qaytgan murtadlar kofirlar bilan birga bo'ladi. Insonlarni kutishi 50 ming yilga teng masofada insonlar mana shunday badanlardan terlar oqqan holda turadilar. Böyle shunday bir ter chiqib turadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, ulardan birini terlari to'pig'igacha turadi. Yana bittasini o'zidan chiqqan teri tizzasiga yetib turadi. Yana bittasini oqqan teri beligacha yetadi. Yana bittasini oqqan terisi ko'kragiga yetadi. Yana bittasini oqqan teri og'zigacha yetadi deydi. Yana bittasi o'zidan chiqqan terga botib cho'kib turadi deydi. Lekin o'lib qolmaydi. O'lim tugagan, o'lim bir marta bo'lgan. Ularning mana shunday holatlari 50 ming yil davom etadi. To Alloh taolo uni jannati yoki do'zaxi ekanligini hukmini aytgunicha bular mana shunday terlarga botgan holatda turadilar. Bu kundagi holatlarning yana bittasi dunyoda boy bo'lgan, qo'lida moli davlati ko'p bo'lgan kishilarning bir holatiki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar Imom Buxoriydan, kimga Alloh mol bergan bo'lsa, uni zakotini bermasa, uning bu moli katta bir erkak ilon bo'lib tiriladi va u o'zini egasini aylanib o'rab turadi. U ilonning zaharli tishlari bo'ladi. Ko'zining ustida ikkita qora belgi bo'ladi. Ilon egasini o'raydida, men seni molingman, men seni xazinangman deydi. Nimaga xazinayman deydi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam keyingi oyatni o'qidilar. "Va la yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullohu min fadli, huwa khayrun lahum, bal huwa sharrun lahum. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah, walillahi mirasus samawati wal ard, wallohu bima ta'maluna khabir." Bir aytib berishgan edi. Zakot beradigan bir muddat kelganda, mana Ramazonda ko'pchilik ahli davlat kishilar zakot berishadi. Eshitgan edi shu narsani. Bir domlaning oldiga bir katta bir davlatmand kishi kelib, zakot bermaslik yo'llarini so'rab surishtirgan ekan. Agar manaqa bo'lsa-chi, unda berasiz. Agar manaqa bo'lsa-chi, berasiz. Xullas 3 kun kelgan ekan. 3 kun kelib, bo'pti bermasangiz bo'lar ekan degan javobni topamasdan, estigina faloncha ming dollar deb chiqib ketgan ekan. Estigina. Mana ana zakot beriladigan Ramazon oyida turibmiz. Chunki mana juda ko'p savdogar odam bor, savdogar bular haqiqiy savdogar, foydani ko'proq bo'lishini xohlaydi. Boshqa oilada qilingan savob bittaga yursa, Ramazonda 70 taga yuradi. Albatta Ramazonga kelib zakot berishdi, boylar o'ziga bir muddat qilib belgilab oladi. Bermaslik yo'llar qidirilyapti. Xazina deb nima aytilinadi? Mana kanz deb arab tilida ishlatilmasdan, mana bizda xazina deganda yerda taydigan narsa tushuniladi. Agar bir odam Alloh tomonidan katta bir davlatga ega bo'lgan bo'lsa, uning zakotini bermaydigan bo'lsa, bermasdan qisib qoldi, moncha pul o'zimga qoldi-ya, bersam ketib qolardi deb o'ziga yaxshi bo'ldi deb o'ylaganga Alloh aytayapti. Alloh fazli karami bilan ato qilgan narsalarning zakotini berishga baxillik qilgan kimsalar hargiz bu qilmishlarini o'zlari uchun yaxshilik deb hisoblamasinlar. Yo'q, bu qilmishlari o'zlari uchun yomonlikdir. Baxillik qilib bermagan narsalari qiyomat kunida bo'yinlariga o'ralajak. Ilon ko'rinishida, dahshatli bir katta ilon, zaharli ilon ko'rinishida bo'yniga o'raladi. Barcha jonli jonsiz narsalar ketar va osmon va yer meros bo'lib Allohning o'ziga qolur. Axir Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardor-ku. Bermay qo'ydimi? O'ziga qiladi. Zakot degan so'zning ikki xil ma'nosi. Uni bo'sish deyiladi, poklanishlik deyiladi. Bersang Alloh ko'paytirib beraman deyapti. Ishonmayapsanmi? O'zi asli bu pulni kim bergan edi? Alloh Karim, Alloh saxiy zot. Berib turib bir yilda bir 40 dan birini bersang, oralashib qolgan ancha-muncha shubhali narsalarni tozalab beraman, yana ko'paytirib beraman desa, yo'q deyapti. Bu zakot Alloh taologa qurbonlik qilamiz, uni go'shi, qoni, juni, yog'i yetmaydi. Allohning karimligini ko'ring. Qodir bo'lgan odam qo'y so'ysin, qonni chiqarsin, go'shini o'zi yesin deyapti yana. So'yasan, o'zing yeb maza qilasan, savobni men beraman deyapti Alloh taolo. Alloh shunaqa karim zot, lekin shuni ham qilmaydi insonlar. Uning mana shu ilon o'rab, zaharli tishlarini botirib, siqib qiynab turgandagi ahvoli 50 ming yil davom etadi. Bu hali jahannamga tushkichi bo'lgan, kutib turgandagi bo'ladigan azobi. Zakoti berilmagan boylik mana arab tilida kanz, xazina deyiladi. Agar
Bir odamning milliard puli bo'lsa, lekin zakotini berayotgan bo'lsa, bu pulini bu kanz deyilmas ekan. Kanz nima? Zakoti berilmagan pul xazina deyiladi. Nisobiga yetgan odam, faloncha so'm puli bor odam nisobiga yetdi deyilsa, shu nisobiga yetgan odam zakot bermasa, shu puli xazina bo'ladi. Chunki zakoti berilmadi. Va mana shu xazina zakoti berilmaganligi uchun ilon ko'rinishida uni bo'ynini o'rab zaharli tishini botirib turadi 50 ming yil. Shuning uchun zakot berayotgan odamlar agar puli 10 ming bo'lsa, zakot beradigan puli, shuni 11 ming deb hisoblab turib, shundan foizini chiqarsin. Haligi strahobga deb qo'yadi-yu, ehtiyot chora. Chunki bilgan-bilmagan holda 5-6 so'mni yozmagan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun kambag'alda foydasini o'ylab turib, oshiqcha 10 ming so'mdan emas, men 11 ming so'm hisoblab turib zakot berib qo'ying, hech qancha farq qilmaydi. Lekin adashib ketilingan bo'lsa, oshib qolgan va zakoti berilmagan pul xazina deyiladi, kanz deyiladi, qiyomatda ilon bo'lib o'raladi. Bu zakot beradiganlarga taalluqli narsa. Ozgina ko'paytirib qo'yaveringlar. Ozgina ko'paytirib qo'yinglar. O'zingizlarga beryapsizlar. Alloh taolo ko'paytirib qaytarib beradi. Imom Muslim rivoyatlarida Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, har bir oltin, kumush egasi agar uni haqqini ado qilmasa, u mana shu narsa u uchun olovdan bo'lgan sahifalarni tayyorlanishiga sabab bo'ladi. U bilan uning peshonalari, yonlari va ketlariga bosiladi. Mana shu o'tdan bo'lgan dazmol, o'tdan bo'lgan sahifalar yuziga, biqiniga va orqalariga bosiladi. Agar u sovib qolsa, jahannamga yana qaytariladi. Va bu holat zakot bermagan boyni mana shu azoblanishiga yana 50 ming yil davom etadi. Hayvonlari bor odam, nisobiga yetgan odam agar hayvonlardan zakotini bermasa, bu ham xuddi shu holatda bo'ladi. Inshaalloh ertaga qiyomat kunida mutakabbirlarning ahvoli qanday bo'lishi haqidagi suhbatimizni davom etkazgan bo'lamiz. Bir shingil aytib qo'yaman. Ertaga o'qiydigan narsamizdan. Dunyoda puli bilan odam nimasi bilan boshqalarning oldida kibr qiladi? Nima sababdan o'zini katta tutadi? Puli bor, yo amali bor, yo falonchilardan, yo po'kinchilardan mana shu narsalari bilan o'zidan pastroq bo'lgan odamlarni mensimasdan kibr qilayotgan odam qiyomat kunida Rasululloh odam ko'rinishida yaraladi, lekin chimaradek kichkina bo'lib yaraladi deydi. Xuddi shu tepalagan, xor qilgan odamlarini oyog'ini ostida tepalanadi. Jazo gunohni jinsidan bo'ladi. Kibr qilganmisan, xorlanasan. Chunki kibr faqat Alloh taolaga xos bo'lgan sifatlardan. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu vassalamu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bismillahirrohmanirrohim. Mutakabbirlarga qiyomat kunida bir qattiq va'idlar bo'ladi. Nasl nasabi, mol dunyosi, qabilasi, quvvati, amali bilan faxrlangan kishilarga qiyomat kunida shunday bir xunuk bir holatlar ro'baro bo'ladi. Ular kimlarga takabburlik qilishadi? Ularni mensimasdan kimlarga kibr qiladi? Albatta o'zidan kambag'al, zaif, nochor kishilarga kibr qilinadi. Xizmatchilarga yoki o'zidan quyiroq bo'lgan kishilarga nisbatan kibr qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam mutakabbirlarni qiyomat kunidagi holini bayon qilib aytadilarki, mutakabbirlar u kunda odam suratida, lekin chumolidek kichkina bo'lib turiladilar. Ularda har tomondan xorlik qoplab keladi. Ya'ni odamlarda qo'ldimi, demak odamlardan ham xuddi mana shu xorlikni ko'radi. Chunki al-iqobu min jinsil amal deyiladi. Jazo ana shu qilingan gunohni o'zining jinsidan bo'ladi. Nima uchun inson kibr? Nima uchun kibr qiladi? Kibr qilishga nima haqqi bor? Chunki aqlni tufayli najosat edi. Qorni to'ldir najosat bo'lib yashaydi. O'lgandan keyin qabri to'ldir najosat bo'ladi. Agar kibr qilishlik mumkin bo'lganida iblis faqirroq edi, olovdan yaralgan. Lekin kibr faqat Alloh taologa xos bo'lgan sifat. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Buxoriy keltirgan hadislarda uch toifaga Alloh taolo qiyomat kunida qaramaydi. Ularga gapirmaydi. Ularni gunohlaridan poklaydi. Ular uchun alamli azob. Birinchisi yolg'onligini bilib turib, matohini bilish qotish uchun Alloh nomiga qasam ichgan. Menga foyda qolmayapti. Bizning yurtlarda vallohi Allohga qasam degan so'z ishlatilmaydi. Mana arab o'tkalarga siz vallohi deganga qaychi gapini birga qo'shiladi. Allohga qasam. Ya'ni mana shu Allohga qasam deyish bilan
o'zining gapini rost ekanligini isbotlash uchun gapiradi. Endi shunday odamki, Allohga qasam deydi, 20 dinorga oldim deydi. O'zi 10 dinorga olgan bo'ladi. Allohga qasam, sizga beryapman deydi. Bizda Allohga qasam degan so'zni o'zi yo'q, lekin buyog'i bor. Sizga beryapman deydi. Kim ishonadi? Sizga beryapman deganligi uchun olmaydi u. Alloh bugun nasib qilgani uchun oladi. To'g'ri natija bo'lsa, indamay tur. Indamay tur, aka narxi moncha, to'g'ri kelsa olingda. Alloh nasib qilgan bo'lsa olib ketadi. Demak, yolg'onligini bilib turib, matohini sotib, yolg'on qasam ichgan kishi qiyomat kunida Alloh taolaning rahmatidan uzoqda bo'ladi. Ikkinchisi, bir musulmonning molini olish uchun asr namozidan keyin yolg'on guvohlikka qasam ichgan. Ya'ni asr vaqtidan keyin asr vaqtida bo'lgan qat'iy nazar bir haqqini olishlik uchun, birovni haqqiga tajovuz qilish uchun yolg'on qasam ichadi. Men ko'rdim, bu odam bizni oldi. Yolg'on guvohlik o'tishdi. Ikkinchisi, o'zida oqsiz suv bo'lib turib, boshqalardan qizg'angan kishiga ham Alloh taolo qiyomat kunida qaraydi. Chunki bu suv uni qo'lini mehnati bilan topilgan narsa emas. O'zida oqsizati bo'lib turib, odamlar pulga muhtoj bo'lganligini ko'rib turib, ertaga o'zimga kerak bo'lar, inniga kerak bo'lar deb turib, odamlarga ilmlayotgan. Alloh taolo qiyomat kunida unga qo'ling mehnati bilan topmagan narsangni boshqalardan man qilganingdek, bugun men ham sendan o'zimning fazlimdan man qilaman. Ortiqchami, kerak bo'lmayaptimi, muhtoj bo'lib turibdim biroq berishlik kerak bo'ladi. Bu mashaqqatli kunda mo'minlardan boshqa hamma mashaqqatda bo'ladi. Bu baloni ko'rmaydigan, bu kunni ko'rmaydigan, tamomiy xotirjamlik va omonlikda soya qalqinda bo'ladigan, Alloh taoloning aslini soyasida turadigan 7 xil odamni payg'ambarimiz sanab o'tdi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlarida Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: qiyomat kuni hech qanday soya bo'lmaydi. Faqat Allohning arsini bir soyasidan maqsad yo'qligi bor. Mana shu joyda odamlarning 7 xil toifasi Allohning arsining soyasida turadi. Birinchisi odil imom. Agar imom, boshliq, rahbar zulm qilsa, bitta Allohdan g'ayib bo'lsa. Agar odil bo'lsa, agar adolat bilan hukm qilsa, mana shu 7 ta toifa odamni birinchi darajaga qo'yadi. Yolg'on gapirishga boshqalar nima majbur qiladi? Uni yo'q. Bu faqat Allohdan qo'rqib yolg'on gapirmaslik uchun. Agar ra'iyatga xiyonat qilsa, haqqini yeydigan bo'lsa, qiyomatda birinchilardan bo'lib do'zaxga uloqadi. Ikkinchi, Alloh taolaning ibodatida ulg'aygan yigit. Ya'ni yo'qligidan ibodatda, ma'siyatdan uzoq. Agar bu yigit ibodatdagi holi bilan ulg'aysa, begunoh emas, gunohi bor, lekin yo'qligidan ibodat bilan bor. Umumiy holati salohiyat, masjid, Qur'on, dars, taqvo, so'zni tilgan, tilni kiygan, yo'qligidan o'zini ehtiyot qilgan. Mana shunday yo'qligidan ibodatda ulg'aygan yigit Alloh taolaning arsini soyasida. Yigit deb aytganmiz, 40 yoshlarda qasi arab tilida kitob, yigit deyiladi. Biz yigitlar o'tirib ko'proq. Qaraganda xohlaymizmi, xohlamaymizni masjidga kirib kerak. Xohlaymizmi, xohlamaymizni gunohlardan tiyilib qolamiz. Endi u payt qilgan ibodat bilan hamma gunoh qilish imkoniyati bo'lib turib qilgan odamlar ibodat hargiz barobar bo'lmaydi. Ikkinchisi, Allohning arsini turadigan kishi qalbini masjidga bog'lagan. Namoz vaqtida kelmasdan yurib keladi. Namozni tugatsa, keyingi namozni qolishga boshlaydi. Takbiratni mo'ljallab kelmaydi. Namoz o'qib bo'lsa ketmaydi. Savdogarlar bo'lsa, mana ko'p tuzatamiz. Hech qancha vaqt ketmaydi. Ana shu tasbih tahlilga. Lekin tasbihni chiqib ketadi. Birodalar, esimizdan chiqmasin. Mana shu namozdan keyin aytilgan tasbih tahlillar payg'ambarimizdan sahih hadislar bilan vorid bo'lgan. Oyatlar kursi, o'smirdan tasbih tahlilini aytdik. Bular hammasi payg'ambarimizning sunnat bo'ladi. Qalbini masjidga bog'lagan kishi masjid bilan doim bir aloqada bo'lgan. To'rtinchisi, Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'rgan ikki kishi ham Allohning asli soyasida turadi. Bu ikkovi Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'radi, Alloh uchun o'tiradi, Alloh uchun gapiradi, ajralib ketsa ham Alloh uchun. Ya'ni bu ikkovining o'rtasini Allohning muhabbati bilan. Endi qaraylik qolamiz. Atrofimizdagi odamlar nima sababdan bizni yonimizda bo'ladi? Jo'ra bo'lganligi uchun, mahalla bo'lganligi uchun, sinfdosh ulfat bo'lganligi. Ya'ni o'z oshligani ular bilan cho'ntagingizda pulingiz qolmasa, ajratib ketaverasiz. Pulingiz bo'lsa, yig'ilib qolaverasiz. Demak, osh uchun yig'ilyapti bu odam. Endi bu kishi Alloh uchun topishgan do'st bo'lgan. O'tirsa Alloh deb biri bilan.
Aslaganda ham bir-biriga Allohning vasiyati. Agar biz suhbatimiz bir birodarimiz bo'lsa, hayot haqiqatan yashab ketadi. Chunki bu pul bo'lmasa ham birodar, bo'lsa ham birodar. Xo'p bo'lsa ham birodar, yo'q bo'lsa ham birodar. Beshinchisi, nasl nasabli go'zal bir ayol zinoga taklif qilgan paytda men Allohdan qo'rqaman deb o'zini zinodan tiygan yigit yoki kishi. Bu juda ham og'ir fitna. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, men sizlarga o'zimdan keyin ayollarni fitnasidan ko'ra kattaroq fitna tashlab ketmayapman. Xususan hozirgi zamonda ko'ryapmiz. Zino qilinsa, uni jazosi ham zino, ya'ni shu aloqa qilib qo'yganiga uylanib qo'ysa, jazodan qutulib ketaveradi. Mana siz ko'rganimizda bizga zino imkoni yo'q. Mana masjidda o'tiribmiz, oilamizda o'tiribmiz, zino imkoni yo'q. Zino imkoni qachon bo'ladi? Zino qilishga hamma sharoit bor. Zino qilishga chaqirib turgan ayol ham bor. Hamma imkoniyat bor, faqat sizdan rozilik talab qilyapti xolos. Hech kim ko'rmayapti. Sizdan faqat ha degan so'z sizga zino bo'ladi. Shu holatda inson o'zini tiyib qolsa, shunda zino degan imtihonni o'tkazadi. Bu haqiqatan qiyin bo'lgan. Zinodan o'zini tiyishda mo'minlarga ustoz bo'ladigan bu Yusuf alayhissalom. Qo'lida hamma eshiklarni yopib, zinoda hamma shartini muhayyo qilib, shu deganida Allohdan qo'rqaman dedi. Keyingi 6-si o'ng qo'li bergan sadaqasini chap qo'liga bildiradi. Ya'ni odatda bir pulni ikki qo'l tutmaydi. Ya'ni shunday bir ihsonni maxfiy qiladiki, chap qo'liga ham bildirgisi kelmaydi. Alhamdulillah shunday bir avlod tarbiya topyapmiz deb umid qilamiz. Asini aytmasa ham berib qo'yayotganlar bo'lyapti masjidga. Familiyasini aytganlar ham bo'lgan bir paytlar. Falonchi 50 so'm, to'kinchi 200 so'm, falonchi anaqa hozir, to'kinchi mana bir abdastda ati aytilgan paytlar bo'lgan. Alhamdulillah hozir mana tarbiya topayotgan yoshlar, Alloh bir davom etsin shu tarbiyani. Indamay tashlab ketyapti sondig'iga. Yoki bir yetim yesirga borib muruvvat qilsa, familiyasini ayttirmayapti radio usulda. Yoki televizorga chiqib so'z qilmayapti o'zini qilayotgan ishligi. Chunki bu shunaqa odamki, degan imkoniyatimiz bor birodarlar bizga. Bu albatta masjid top qo'yishning sharti emas. To'pdan onda olib sizga borib turib inson. Indamay qo'ydimi? Hech kim bilmay qoldimi? Umid qilaversin. Chunki o'ng qo'li berganini top qo'lga bildirmagan kishi Allohning taxtini soyasida turadi deydi. Kimni qo'lidan kelmaydi, aytayapsizmi? 7-chi bu xoli qolib Allohdan qo'rqib ko'zidan yosh oqizgan. O'zimizdan so'raylik-da, bir marta tushunyapsiz hamma. Ko'zimdan yosh oqqanmi Allohdan qo'rqqanimda? Yo otam o'lib, enam o'lganda yig'laganman, keyin yig'lamaganman. Mana Qadr kechasining fazilatlari haqida gapiriladi. Qadr kechasi kuni Allohning bir bandasi agar uni qalbiga bir farishtaning qo'lini berib ketganda, yana ko'zidan yosh oqadi deyiladi. Ya'ni qalbi yumshadi, farishtaning qo'liga qalbiga ketgandan keyin qo'li bilan shunda ko'zga yosh keladi deydi. Endi eslaylik-da, Allohdan qo'rqib qachon yig'ladik? Qachon yig'ladik? Allohning azamatini, qudratini o'ylab chiqishimiz. Qachon ishimizga ezilib turib, Alloh o'zini tanib qo'yganligini eslab, Alloh eng katta ne'matini berganligini eslab, ko'zimizga yosh kelganmi? Agar kelgan bo'lsa, umid qilaylik. Payg'ambarimizning sahih hadislarida keladi. Kimning ko'zidan taqalik yoki qachon boshqalik yosh oqsa, Alloh bu ko'zni jahannamga harom qiladi. Mo'minlar omonlik, xotirjamlikda bo'ladi. Biz qiyomat kuni stop-stopgacha bo'lgan insonlar haqida gaplashamiz. Kofirlar esa mana shu balo, mehnat, mashaqqatga kiradi, lekin hech narsa sodir bo'lmaydi. Odamlar teriga botgan, odamlar quyoshda qorayib kuyayotgan. O'lib ham qolmaydi, tirigan emas. Uzunligi 50 ming yilga teng bo'lgan kunda na o'lik, na tirik. Hatto odamlar suvlanib ketganligidan aytadiki kofirlar, do'zaxga kim chiqsa ham hech xalq olmaydimi, suvlanib ketdingiz bor. Shunda bir toifa kishilar harakatlanadi. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Men qiyomat kuni odamlarning sayyidiman. Alloh taolo odamlarni avvalgisi va oxirgisini bir yerga jamlaydi. Ularni ko'radi, eshituvchi eshitadi. Quyosh ularga yaqin qilinadi. Odamlar o'zlari ko'tara olmaydigan g'am, mehnat, mashaqqatga qoladilar. Odamlar bir-birlariga
ahvolingizni ko'rmayapsizlarmi? Sizlarni Robbingiz oldida o'zining shafoatiga oladigan kishi izlamaysizlarmi? Ularning ba'zilari otamiz Odam oldiga boradi. Ular ko'payib Odam alayhissalom oldiga boradi. Endi odamlar shafoat istashadi. Ular odamning oldiga borib, unga siz bashariyatning otasisiz. Alloh taolo sizni o'zi qo'li bilan yaratdi. O'zini ruhidan sizga puflab kirgizdi. Farishtalarni sajda qilishga buyurdi. Jannatga kirgizdi. Bizni holimizni ko'rmaysizmi? Parvardigoringizning oldida bizga shafoat qilmaysizmi deb so'radi. Odam alayhissalom ularga bu Alloh taolo bundan avval ham, bundan keyin ham hech qahri, g'azabi kelmaganchalik g'azab bilan g'azablangan. Alloh meni daraxtdan uzoq bo'lishimga buyurdi. Men unga osiy bo'ldim. O'zimni nafsim. Sizlar Nuhga boringlar. Nima qilgan odam alayhissalom? Lekin man qilingan mevani yeb qo'ygan. Bu otamiz Odam o'zim mendan nari bo'linglar. Nuhga boringlar. Odamlar mana shunday qiyin ahvolda Nuh alayhissalomga oldiga borib, siz rasullarning eng birinchisi. Sizni Alloh taolo shokir bandada maqtagan, Robbingizni oldida bizni shafoat qilmaysizmi? Nuh aytadi. Men o'g'limni saqlasin deb Alloh taologa nido qilib unga osiy bo'ldim. Parvardigor, o'g'lim cho'kib ketdi, oilamni saqlab beraman degan eding, o'g'lim meni oilamdan degan edi. Innahu laysa min ahlik. U seni oilangdan emas edi. Men Allohga osiy bo'ldim. O'zimni nafsim. Sizlar Ibrohimga boringlar. Ibrohim alayhissalom oldiga keladilar. Siz Alloh taoloning nabiysi, uning yerdagi xalilisiz. Uni maqtaydilar. Ibrohim aytadi, men hayotimda 3 marta yolg'on gapirganman. O'zimni nafsim. Sizlar Musoga boringlar. Ibrohim alayhissalom 3 ta yolg'on nima edi? Butlarni sindirib, kattasi sindirib yolg'on gapirdi. Yulduzlarga ibodat qilgan ketganida qavm, men kasalman deb qo'ygan edi yolg'on. Hamda Qora onamizni singlim deb qo'ygan. Askarlar so'ragan. Bu ikkala gapirgan gapini tavili bor edi. Lekin mana shu yolg'onni gapirib qo'yib, Allohdan qo'rqyapti Ibrohim Halilulloh. Endi hozirgi zamonda yolg'onni kasb qilgan odamlarni qo'limiz ko'rib qoldi. Qo'rqmay yolg'on gapiradi. Foyda qolmaydi deydi. Qani yerasan? Prosta pulni bo'shat. Xuddi ro'parasida turgan odam ahmoq, bu ahmoqni oldi ekanga o'xshaydi. Yolg'onga ehtiyot bo'laylik. Savdogarlar tili bilan harom bo'ladi. Bor yo'li hamroh gapiraylik savdogarlar. Aka mononcha so'm narxi to'g'riga soling. Biz ham tirikchilik bolasi havo haqida. O'sha bitta yolg'onda o'rniga 10 ta boshqa so'z bor. Lekin yolg'on gapirsa jonimizni orom oladigan bo'lib ketdi. Deb qo'shimchadim biz bor ekanmiz. Men Kun keladi-da, mena bir paytlar savdo qilganman bozorda. Baribir berasan. Baribir matalan kelgandan berasan, berib qo'yaversamanda. Qo'shim qilmasa nima? Yo'q, savdoga qolasizda, endi siz bo'lib. Alhamdulillah bu videolar sekin-sekin yo'q ketyapti birodarlar. Ular Musoning oldiga borib, "Ey Muso, siz Allohning rasulisiz. Alloh sizni risolati va kalomi bilan afzal qildi." Muso rad qilib, "Men bir nafsni o'ldirib qo'yganman. O'zimni nafsim. Ular inson oldiga bordi. Siz Alloh taoloning rasulisiz. Maryamga bergan kalimasi va undan bo'lgan pokiza ruhsiz. Odamlarga bekinga turib gapirgansiz. Robbingizni oldida bizni shafoat qiling. Ya'ni ulul azm minar rusul bo'lgan eng buyuk payg'ambarning oldiga boryapti bular. Inson ularga rad javobini beradi, lekin siz biror bir gunoh qilganligini aytadi. Inson ularga mendan boshqani oldiga boringlar. Muhammadning oldiga boringlar. Payg'ambarlarning oxirgisi Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam qoldi. Ular payg'ambarimiz alayhisalomga kelib, "Siz Alloh taoloning rasuli, xotamul anbiyosiz. Alloh taolo sizning avvalgi oxirgi gunohlaringizni kechirgan. Bizni holimizni ko'rmaysizmi? Robbingizni oldida bizni shafoat qiling" dedilar. Rasululloh anazak, men qilaman shuni. Men shafoat qilaman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Men arshning oldiga boraman. Robbimga sajda qilaman. Shunday sajda qilamanki, mendan avval ham keyin ham bunday sajda qilgan kishi bor." Bunda Alloh taolo menga avval hech kimga o'tmagan eng go'zal maqtovga loyiq husn sifatlarni ochadi. Alloh taoloning uzoq vaqt
u zotga mana go'zal sifatlarini maqtab Allohga Alloh xohlagan muddatda sajda qiladi. Faqat hamd aytadi. Shunda Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad, boshingizni ko'taring. So'rang, ijobat qilinadi. Shafaat qiling, qabul qilinadi." Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ey Robbim, ummatim." O avvalgi payg'ambarlar nima dedi? O'zimni jonim deb turibdi. Biz nimaga Rasulullohni otamizdan ham, onamizdan ham, o'zimizni jonimizdan ham ko'proq yaxshi ko'rishimiz kerak? Chunki payg'ambarimiz hech kim bizni o'ylamaganda Rasululloh o'ylaydi. Otamiz, onamiz o'layotganda o'zini jonini aytib o'ladi. Tirilganda faqat o'zini jonini aytadi. Ro'parasida jahannam bo'lganda hammasini fido qilib Parvardigor, meni qutqarsang bo'ldi, jonini o'ylaganda bitta payg'ambarimiz alayhisalom jonimizga oro kiradi. Ummatim deydi. Jannatning o'ng tomonidagi ismidan ummatingni hisob-kitob qilingan 70 mingtasini olib kelib keting. Nabi sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Meni ummatimdan 70 ming kishi jannatga behisob kiradi" degan. Shunda Ustoz ibn Muslim roziyallohu anhu: "Ya Rasululloh, duo qiling, o'shalardan bittasi men bo'lay" dedi. Vaqtida kitob qoldi. Siz o'shalardan. Ikkinchisi: "Ya Rasululloh, duo qiling, men ham o'shalardan bo'lay" dedi. Bu sizdan o'tib ketdi. Hadisning haqida kimlar 70 mingta deganda hisoblari keldi. O'zini tugilmaganlar, qolashtirmaganlar, yulduzga qaramaganlar va hokazolar. Shu hadis haqida keladi. Har bittasi bilan 70 mingta. Ya'ni 70 mingta odam bor deyiladi. Umidvormiz birodarlar. Qolganlari, bu 70 mingdan qolganlari jannatning boshqa eshiklaridan boshqa musulmon bo'lgan boshqa payg'ambarlarning ummatlari bilan sherik bo'lib turadi. Nabi sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, jannatning eshiklarining eni, ya'ni ikkita eshikning oralig'i Makka va Busra oralig'i. Ya'ni Makka bilan Shom o'rtasidagi keng bo'ladi." So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qiladi Alloh taolodan hisob-kitobni boshlashni. Maqsada insonlar kimisi kiyimlik, kimisi yalang'och turdi. Kimisini kitobi o'ng qo'lidan berildi. Kimisini kitobi orqa tomondan chap qo'lidan berildi. Ular hisob-kitobga Alloh taoloning ro'barasida turishlikka amr qilindilar. Maqsadni ba'zi ko'rinishlar haqida yana darsimizni davom ettirgan bo'lamiz. Astagfirullah. Va wajadu ma amilu hadira va la yazlimu robbuka ahada. Ular qilib o'tgan barcha amallarini hozir va nozir holda topurlar. Parvardigoringiz hech kimga zulm qilmas. Mana kechagi darsimizda wala tuzlamuna naqira. Ana shu naqir kalimasini mufassirlar ta'limini shunday berishdiki, ta'rifini. Xurmo donasi yeyilganda, xurmoni danagini ustida ozgina pardasi bo'ladi, plyonchasi bo'ladi. Shu plyonkani qaralsa chizig'i bo'ladi. Chiziqni ushlab qolsa, agar ajrab qolgan bo'lsa, shu chiziq naqir deyiladi. Alloh taolo shunday bir odil zotki, mana shu xurmoni danagini po'stlog'idan chiqqan chiziqchalik ham hech kimga zulm qilmaydi. Mukammal adolat, mukammal adolat. Va kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi va nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Biz har bir insonning amalini bo'yniga ilib qo'ygandirmiz. Ya'ni uning qilgan har bir amali ikki dunyoda unga ajralmas hamroh bo'lur. Biz qiyomat kuni unga ochiq holda ro'baro bo'ladigan bir kitobni, ya'ni nomai a'molni chiqarib ko'rsaturmiz. Bu shunday chunki mana shu joyda o'tirganlar ham, bundan 100 yil, 1000 yil burun yashaganlar ham, bundan 1000 yildan keyin yashaydigan odamlarda ham albatta yetib boradigan holat. Kim ertaga boradi Allohning oldiga, kim 1 yildan keyin boradi, vallohu a'lam. Lekin shubhasiz mana shu kunga, kitoblarimiz qo'limizga beriladigan kunga albatta ro'baro bo'lamiz. Va unga deyilur: nomai a'molingni o'qi. Bugun o'z nafsing o'zingga qarshi yetarli hisobchidir. Inson o'ziga o'zi yetarli hisobchi bo'ladi. Va yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha va wajadu ma amilu hadira va la yazlimu robbuka ahada. So'ng har bir kishining nomai a'moli o'rtaga qo'yilur. Bas gunohkorlarning unda bitilgan narsalardan dahshatga tushib, bizlarga halokat bo'lgan. Bu qandoq kitobki, na kichik va na katta gunohni qoldirmay, barchasini hisoblab bitib qo'yibdi, deyishlarini ko'rursiz. Ular qilib o'tgan barcha amallarini hozir va nozir holda topurlar. Parvardigoringiz hech kimga zulm qilmas. Alloh taolo boshqa surada aytadi: "Va la tahsabanalloha g'ofilan amma ya'malu zolimun." Zolimlarning qilayotgan amallaridan
Allohni g'ofil sanamanglar dedi Alloh taolo. Zulm qilib, ichib ko'pirib zo'r yurgan bo'lsa, birovni haqqini yeb, bir joyga bitgan kirmayotgan bo'lsa, adolat bormi deb oladi inson. Adolat bor. Dunyoni o'zida adolat qilgan odam ozgina qiylanib qoladi. Mukammal adolat naryoqda bo'ladi. Chunki uchunda na insonlar, balki hayvonlar ham yig'iladi. Hayvonda haq qolmaydi. Soqi bor qo'yni, soqi yo'q qo'yga olib beriladi. Agar dunyoda o'tgan bo'lsa, hayvonda haq qolmaydi. Shuning uchun dunyoda zulm ko'rgan odam agar iymoni bo'lsa xotirjam bo'lsin. Ularni ko'zlari hali dastlabdan qotib qoladigan kunga tutib qo'yapti xolos. Bu hayot sahnasida ikki ko'rinish bo'ladi. Bu birinchi ko'rinish. Agar kimga zulm qilib, shunday o'tib ketayotgan bo'lsa xotirjam bo'laylik. Ikkinchi ko'rinishi bor. Bu ilohiy mahkamada ishlaydigan 4-qoida hasanotlarni Alloh taolo ko'paytirib beradi. Lekin sayyiat xatolarni Alloh taolo ko'paytirmaydi. Masalul ladina yunfiquna amwalakum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Endi Alloh yo'lida mol dunyo sarf qilayotgan odamlarni qiyomatda oladigan mukofotini ko'raylik. Alloh yo'lida mollarini infoq ihson qiladigan kishilarning misoli xuddi har bir bosog'ida 100 tadan dona bo'lgan 7 bosog'ini undirib chiqargan bir dona donga o'xshaydi. Bir dona bug'doy yerga tushadi, 7 dona bosog' chiqadi, har bitta bosog'da 100 tadan don bo'ladi. Bu Alloh yo'lida qilingan sarf-xarajatga beriladigan eng kam mukofot. Alloh xohlagan bandasini undan ham ko'proq ziyoda qilib beradi. Bir so'm berdimi? 7 so'm berdim to'g'risi. 10 so'm berdimi? 7000 so'm berdi to'g'risi. 1 million berdimi? Undan ko'paytiraversin. Agar bitta sharti bor, ixlos bilan bergan bo'lsa. Hamma bergan uchun xijolat bo'lib berayotgan bo'lsa, ekayotganda yonidagidan xijolat olmaslik uchun berayotgan bo'lsa, hamma tasagandan keyin men ham qatorda emas. Haqiqatan Alloh deb berayotgan bo'lsa, biri 700 yoki undan ham ziyodaroq bo'ladi. Roza ham 700 barobar ko'paytirib olgan amallardir. Ya'ni balki undan ham ziyoda bo'ladi. Ulamolar aytadi, rozadan boshqa bandani qilgan amalini hammasi 700 barobar ko'paytiriladi, lekin roza ulardan ham ko'proq bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, mana roza tutsa, Ramazon rozasini tutayotgan rozadolar o'tiribdi bu yerda. Bu xabar sizlarga, bizga. Agar bu rozadan yana qaytarib aytamiz, Allohning roziligini ko'zlagan bo'lsak. Odam bolasining deydi Alloh taolo hadis qudusiyda, hamma qilgan amali o'zi uchun, faqat rozasi men uchun. Uni mukofotini faqat o'zim beraman. Bu yerda shunday oyat keltiriladi: "Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighayri hisab." Hech shubha yo'qki, sabr toqat qiluvchilarga ajr mukofotlari hisob-kitobsiz to'la-to'kis qilib beriladi. Mana shu sabrdan murod ulamolar roza deydi. Chunki rozadorligingizni hech kim bilmaydi. Ya'ni hech kim ko'rmayotgan joyda suv ichib olsangiz ham bo'laveradi. Hech kim ko'rmayotgan joyda ovqat yeb olsangiz ham bo'laveradi. Boshqa ishlaringizda ehtimol riyo sum'a aralashib qolar ehtimol. Alloh saqlasin. Lekin rozada hech qanday bir sum'a yo'qda. Chunki yolg'iz qolganingizda suv turib ichsangiz-da, tanqab turibsiz, nima to'sayapsiz sizda? Chunki Alloh taolo aytayapti, meni deb nafsini, shahvatini tiyadimi, mukofotini ham faqat o'zim beraman deydi. Alloh taoloning bir karami saxovatidan bo'ldiki, bir inson savob qilmasa ham bitta savobga ega bo'laveradi. Imom Buxoriy keltirgan sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: kim bir yaxshilikni qilishni niyat qilsa, lekin qila olmasa, Alloh unga bitta komil hasanani yozib qo'yadi. Agar niyat qilib uni amalga oshirsa, 10 tadan 700 tagacha, balki ko'proq ziyoda qiladi. Ya'ni bir odam qiyomul layl qilaman deb niyat qildi, qoldi, ketib qoldi. Qiyomul layl qilgan savobini oladi. Ertaga Xudo xolasa, o'tirib bir pora Qur'onni xatm qilaman deb niyat qildi, ertaman turib qoldi, ketib qoldi. Bu Alloh taoloning karami fazlidan boshqa narsa emas. O'shuning uchun ulamolar aytadi, niyat qilgan ham yaramaysizlarmi? Ayni niyat qilib qo'yish emas. Bu niyat haqiqiy bo'lishi kerak. Ertasiga vaqt bo'lsa ham, yo'q, o'zi niyat qilib qo'ysa bo'ldi degan qora ekan. Bu niyat qilib qo'yish yo'q. Sen imkoniyating bo'lib turib qilmay qo'ysang, bu ajr bo'lmaydi. Bu qachon ajr bo'ladi? Qasd bor, tahorat qilib o'tirdi, biror telefon qilib qoldi, ish bilan ketib qoldi. Mana shu odamga Alloh taolo hech ishni qilmasa ham ajr yozib qo'yadi. Agar deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir yomonlikni niyat qilgan yomonligini iloji bo'lmay qolganligidan qilmay qo'ysa emas. Ertaga borib qolaman dedi-da,
bir uxlab turgandan keyin g'azabidan tushib, qo'y shuni kechirib qo'ysam Alloh yaxshi ko'radi deb Allohdan qo'rqib qilmasa, ina ajr bor. Endi urayga boruvdi, dadasi turgan ekan yonida. Urolmadi. Bunga ajr yo'q. Ana shu qilgan yomon niyatini bajarishga imkoniyati bo'lib turib, avqsi Allohdan qo'rqib. Shunda unga qilgan gunoh niyatiga bitta savob yoziladi. Qilmaganligi uchun. Agar uni qilsa, bor yo'g'i bitta gunoh yoziladi. Bu ilohiy mahkamada qiyomat kunida ishlaydigan 5-qoida Alloh solih bandalarini xatolarini savobga aylantirib tashlaydi. Gunohlarimizni savobga aylantiradi Alloh. Kimlarnikini? Agar bir banda gunoh qilsa, orqasidan haqiqiy nasuh tavbani qilsa, ana shu qilgan gunohi savobga aylanadi. Ya'ni faraz qilingki, bir odam bir umr aroqxo'r bo'lib yurdi. Allohga qaytdi, haqiqiy tavba nasuh qildi. Ana shu umr bo'yi ichgan arog'i gunohi savobga almashtiriladi. Nasuh tavbaning shartini ulamolar quyidagicha deydi. Birinchisi to'xtash kerak shu gunohdan. Nadomat chekishligi kerak. Ya'ni qattiq pushaymon bo'lish kerak o'tgan umriga. Ikkinchidan istig'for aytishlik kerak. Allohdan kechirim so'rash kerak, hijolat bo'lish kerak. Allohdan yashirmagan narsani bandasidan yashiramanmi deydi. Sen hali yashiramaysan Allohdan. Endi Allohdan ham uyalmayapsanmi? Bandasidan ham uyalmayapsanmi? Xohlaganingni qil. Hamma payg'ambarlardan bitta so'z qolib kelgan. İzallam tastahi fas'al ma'sin. Hamma payg'ambar aytgan bir so'z. Agar uyalmayapsanmi? Na Allohdan, na bandasidan xohlaganingni qil. Sen endi bo'laveradi degan. Demak, mana shu qilingan bir odam deylik, mana ko'pchiligimiz ehtimol ba'zilarimiz oramizda namozni bir kechroq boshlagandirmiz, yoshimiz katta bo'lganda yoki biz ba'zi bir gunohlarni keyinroq tashlagandirmiz. Esimizdan chiqmasin. Agar to'xtagan bo'lsak, pushaymon yegan bo'lsak, hamda ikkinchi sharti qaytib shu gunohni qilmayman deb qasd qilib, shunda mahkam turgan bo'lsak, men aroq ichmaganman. Men benamoz bo'lgan emasman. Men esimni tanigan kunimda namozxon bo'lganman. O'zi namoz o'qigan kuningizda esib kelgan o'zi. Demak, hech kimni o'tmishda qilgan gunohini peshonasiga solishga haqqi yo'q. Chunki u gunohlarda hisob qiladigan Parvardigor olam kechaman, kechiklaman, savobga ham aylantirib qo'yaman deb tursa, qanday qilib bandasi kech qila oladi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, men jannatga oxirgi bo'lib kiradigan kishini ham bilaman, oxirgi bo'lib do'zaxdan chiqadigan kishini ham bilaman. Bir bandani hisob qilgani olib kelishadi. U bandaga u qilgan gunohlarda eng kichkinalar ko'rsatiladi, eng yengil gunohlar. Shunda banda kinasi shu bo'lsa, kattalarni ro'barosini nima qilaman? Kattalari kechirimga kelmasa, mana deb turgan paytda Alloh taolo sen falon vaqtda falon gunoh qilgansan. Falon vaqtda falon gunohni qilgansan. Kun sekund hisobi beriladi. Shunda banda ha deydi. Inkor qila olmaydi. U hali katta gunohlarga ro'baro bo'lgani yo'q. Alloh taolo gunohlarni tozalaydi. Uni har bitta qilgan gunohini o'rniga hasanat yozadi. Nima uchun? Nima uchun? Kofirlar aksincha, men qilmaganman deydi. Men qilmaganman deydi. Bu ikkita farishta noto'g'ri yozibdi deydi. Gunohlaringdan bittasini qabul qilmayman. Bular bari meni dushmanim, meni muflis bo'lishligimni, meni halokatga uchrashimni xohlayapti. Mo'min odam tan oladi. O'shuning uchun biz har safar qo'limizni ochib turib, Parvardigor gunohini kechir deganimizda nimani tan olyapmiz? Biz gunohkormiz. Bir birodarimiz birovni uyida ustab yig'ib ishlaganda ekan, senlar hamma iflossan, o'shuning uchun namoz o'qitasan. Mana men gunohim yo'q, o'shuning uchun men namoz o'qimayman degan ekan. Ya'ni ko'ringki, namoz o'qiyotgan odam gunohkor, o'shuning uchun namoz o'qiyman, men tozaman deyapti. U hatto u gapirishga ham arzimaydigan odam. Mo'min odamni Alloh taolo nimaga yaxshi ko'radi? Gunohni qilib qo'yib, qasddan beqasd, bilib bilmay, orqasidan xijolat bo'lib kechirim so'raydi. Demak, oyatlarda keladi, agar sizlar gunoh qilmay qo'ysalar, deydi Alloh taolo, sizlarni ketkizib turib, gunoh qilib tavba qiladigan bandalar yaratadi. Biz begunoh bo'la olmaymiz. Lekin begunoh bo'lish uchun Alloh taolo bizni buyurgan emas. Biz gunohni qilib qo'yib, bilmasdan bilib qilganimizdan keyin kechirim so'rashimizni Alloh yaxshi ko'radi. Bu banda bo'yniga oldi aybini, gunohlarini tan oldi. Alloh taolo kechirdi. Hamma gunohini savobga aylantirdi. Shunda haligi banda qilgan gunohlarini ham Alloh savobga aylantirib qo'ygandan keyin Parvardigor, falon mahalla manaqa gunoh ham qilganman, ko'rinmayapti sizlarga. Chunki har bitta gunohi savob berishini ko'rib, monolog qolib ketdi-yu, monolog qolib ketdi-yu. Chunki u gunoh ham aytilinsa, u ham savobga aylanib ketyapti-da.
Lekin banda dunyoda o'sib boratar ekan Alloh taolo gunohlarini kechirib qo'yadi. Qiyomatga to'planib borib qolganlarni Alloh taolo savobga aylantiradi. Bu naqadar katta karam, katta saxovat va jud. Alloh taolodan rahmatdan umid qilamiz. Parvardigor falon gunohlarimni qilmayapti-yu deganda payg'ambarimiz shu so'zni aytib shunday tabassum qildirib, hatto mana shu og'iz tishlari ko'rinib ketdi. Rasululloh ham kulib إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Magar kim tavba qilsa va iymon keltirib yaxshi amallar qilsa, bas Alloh ana o'shalarning yomonlik gunohlarini yaxshilik savoblariga aylantirib qo'yur. Alloh mag'firatli, mehribon bo'lgan zot. Qatlikda iymon keltiradi, orqasidan yaxshi amal qiladi. Bu ilohiy mahkamada Alloh taoloning ilohiy mahkamasida ishlaydigan 6-qoida guvohlar keltiriladi. Kimga guvoh keltirmasdan turib, aybi ro'baro qilinmaydi. Va la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan istufizun. Ey insonlar, sizlar qanday amalni qilmanglar, o'sha ishlarga kirishgan paytingizda albatta biz sizlarning ishingizga guvoh bo'lamiz. Yelkamizda ikkita farishta guvoh. Ikkita farishta hojatga kirganda, hammomga kirganda, ayoli bilan yaqinlik qilganda farishtalar turadi. Yer sayda qilasizmi gunohni, osmonga chiqib qolasizmi? Alloh taolo ko'rib turibdi-yu. Biz guvohmiz deyapti Alloh. Innalloha kana ala kulli shay'in shahida. Allohdan qo'rqinglar. Albatta Alloh barcha narsa ustida guvoh bo'lgan zot. Mana aytdik, inson gunoh qilar ekan, yelkasida ikkita farishta turadi, sizda Parvardigori turadi. Fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid va ji'na bika ala haula'i shahida. Ey Muhammad, biz har bir ummatdan o'sha ummatning payg'ambarini guvoh keltirganimizda va sizni ana o'sha ularga qarshi guvoh keltirganimizda ularning holi ne bo'lur? Yetkizganmanmi degan payg'ambarimiz Hajjatul Vadoda. Yetkizdingiz degan. Parvardigor guvoh bo'l, yetkizdim dedi. Biz ustimizda guvohlik ketgan. Bu guvohlar qatorida bandani Alloh taoloning mahkamasida turar ekan, so'roq savol bo'lar ekan, ustiga yana bir ajib guvoh keladi. Bu guvohning ismi yer deyiladi. İnson har qancha bekitsin, ochiqsin gunohni yerni juda qiladimi? Va yawma idin tuhaddisu akhbaraha. Mana shu kunda Parvardigoringiz ana o'sha yer Parvardigoringiz unga vahiy qilib so'zlashga buyurgani sababli o'z xabarlarini so'zladi. Rasululloh yerda xabarini nima bilasizlarmi deb so'radi. Alloh va Rasuli bilib turadi dedi. Uning xabarlari dedi Rasululloh. Har bir erkak va ayol mana shu yer yuzida qilgan amallarini xabarini beradi. Ya'ni yer qiyomat kuni tilga tikirib gapiradi. Men ustimda falon kuni mo gunohni qilgan, so'kin kuni falon gunohni qilgan. Bu hozirgi kunda bir jihozlar chiqyapti, mana bunaqa 24 soatini kontrol qilyapti odam. Uyga bir narsani qo'pirib ketyapti, 24 soat uyda ayoli nima ish qilganligini ko'rib turibdi. Ovozini yozyapti, suratini yozyapti. Odam bolasi o'ylab turibdi, mana shunday kichkina narsa uyda nima ish bo'lganligini xabarni berayotgan paytda mukammal egasi bo'lgan Parvardigor, hamma ilm o'zini qo'lida bo'lgan Parvardigor qanday qilib biz ustimizga guvoh keltirib qo'yamiz? Shunda fosiq yoki falsafaga berilgan kofir aytar ekanki, Parvardigor der ekan. Bu farishtalarning ham qabul qilmayman guvohligini, bu noto'g'ri guvohlik beryapti. Bu yeringni ham qabul qilmayman, bu odamlarni ham qabul qilmayman gapini. Bular hammasi meni ziyonga kirishimni xohlayapti. Parvardigor olam odil zot. Kim guvohligini qabul qiladi? O'zim. Ya'ni o'zimga o'zim qarshi guvoh bersam shunday o'tadi. Ya'ni inson o'ziga o'zi guvohlik bermaydi. Shunda Alloh taolo og'ziga muhr uradi, qo'l, oyoq, ko'z, quloqlarni gapirtirib qo'yadi. Allohning dushmanlari do'zaxga haydalish uchun to'planib, tizilib turgan kunni eslang. Endi qachonki ular do'zaxga kelishgach, hayotda dunyoda qilib o'tgan isyonlari haqida so'raladi, lekin ular o'z qilmishlaridan tonish ko'rinadilar. Shunda ularning quloqlari, ko'zlari va terilari ular qilib o'tgan narsalar haqida o'zlariga qarshi guvohlik beradi. Oyog'i, qo'li bilan gunoh qiladimi? Ko'zi, qulog'i, jasadi bilan gunoh qiladimi? Mana shu jasadlarni Alloh taolo gapirib qo'yganda, Alloh taolo og'zini muhrlab qo'ydi, oyog'i, qo'li qilgan gunohlarni hammasini aytib qo'ydi. Men bilan falon kuni falonsini tepgan, men bilan falonsini mulkini olgan, men bilan ko'z zinohini qilgan, boshqa ish qilgan. Shunda Alloh taolo jasadda guvohlik o'tib bo'lgandan keyin og'ziga muhrni olib qo'ysa, haligi odam o'zini jasadlariga qarab turib, nima uchun bizga qarshi guvohlik berdinglar? O'zi senlarni deb tirkiyatdim. Senlarni do'zaxga tushmasin deyatdim. Nimaga o'zlaring
qarshi guvohlik o'ting deganda, ular bizlarni barcha narsani so'zlatgan zot Alloh so'zlatdi. Sizlarni dastlab u yaratgan va sizlar yana uning o'zigagina qaytarsizlar dedilar. Ya'ni oyoq qo'limiz guvohlikka o'tadi. Mana hech kim ko'rmayotgan, biz sustirimiz, bir zo'rimiz, degan gunohimiz hech kim ko'rmadi. Nega bir svitoyimiz odamlarning ko'ziga. Lekin esimizdan chiqmasin, mana shu gunoh qilayotgan qo'llarimiz agar qimor o'ynayotgan bo'lsa, zino qilayotgan bo'lsa, yana shu a'zolarimiz, zino qilayotgan bo'lsa, quloqlarimiz, so'zlarimiz o'zimizga qarshi guvohlikka o'tadi. O'shuning uchun banda Allohdan uyalsin, banda o'zidan uyalsin. Va ularga sizlar Allohni qo'yib ibodat qilib o'tgan butlaringiz qancha? Qiyomat kunida birinchi bo'lib so'raladigan savol bu aqida masalasi. Ular sizlarga yordam bera olurmi yoki o'zlari yordam ola bilurmi? Birinchi bo'lib insondan tavhid so'raladi. Tavhid so'raladi. Va yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum tallahi la tus'alunna amma kuntum taftarun. Ular biz rizq qilib bergan narsalardan o'zlari bilmaydigan, ya'ni johilliklari, bilimsizliklari sababli Xudo deb o'ylagan butlari uchun nasib ajraturlar. Ey mushriklar, Alloh nomiga qasamki, albatta sizlar o'zlaringiz so'qib bitib olgan butlaringiz to'g'risida qiyomat kunida mas'ul bo'lasizlar. Inson hayotda dunyoda qilib o'tgan ishlar haqida so'raladi. Favarobbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Parvardigoringiz nomiga qasamki, albatta ularning barchasidan qilib o'tgan ish amallari haqida so'raymiz. La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'al. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, banda qiyomat kuni umri haqida so'raladi. Nimaga sarfladi? Umri haqida so'raladi. Nimaga sarf qildi? O'yin kulgi bilan o'tkazibordimi? Uyqu bilan o'tkazibordimi? Nima bilan o'tkazdi? Orqasidan hayoti tugagandan keyin inson yosh katta bo'lgandan keyin orqasiga bir qator qarash kerak. Hayotda nima qoldirdim? Nima qoldirdim? Din uchun nima qoldirdim? Odamlar uchun nima foydam tegdi? Kasalxona qurdimi? Madrasa, masjid qurdimi? Kitob qoldirdimi? Ilm qoldirdimi? Hech qurib qo'ydimi? Odamlarga manfaatli nima qoldirdi? Chunki inson bolasi o'lar ekan, uni hamma savoblari to'xtaydi. Faqat orqasidan borib turadigan sadaqa joriyasi bo'lsa. Masalan, hozir ko'raylik o'zimizga o'zimiz, yosh katta kichik farqi yo'q. O'tgan hayotga qarab, nima ish qildim? Agar men bir o'lib ketsam, ertaga odamlar nima yaxshilik bilan eslashadi meni? Meni borligimni bilmagandek ular. O'lganimdan keyin yo'qligimdan bilishmaydi. Ya'ni hayot shunday yashab o'tish kerakki, seni dunyoga kelib ketganingni birov bilmasligi kerak. Komissiyor qo'y, hech kim yo'q. Hatto turibdi, aytib qo'ysa bo'ladi. Men ham Allohni bir ish qilay, munkar narsa bo'layotgan paytda bu narsa noto'g'ri, dinga ham to'g'ri keladi bu gapim, shariatga ham to'g'ri keladi, hukumat qonuniga ham zid emas deb bitta haq gapni gapiradigan payt ham qo'y deb qo'yaptimi? Aroq sotma bizning mahallamizda, yoshlarimizni buzma deganmisan bir amatda Alloh? Birorta bir avratni ochib yurgan mahallandagi bir qiz ketayotganda ustingga kiyib yur deganmisan? Otib yormaydi. Qo'y, menga nima? Kattaray, iymon. Hozir qo'y deb qo'ysang, baloga qolib ketasan. Yuraver, baloga qolib. Bu balo qiyomat kungi balo bo'lmas. Demak, deb o'tib ketgandan keyin orqamizdan yaxshilik bilan eslashadimi biz? Ikkinchisi, amali haqida so'raladi. Nima ish qilib yurdi hayotda? Uchinchisi, puli haqida so'raladi. Qayerdan topdi, qayerga sarf qildi. Bu mana darslar oxiriga borib qoldi, tugaydi. Mana ruhdan boshlab oxiri jannatga yoki do'zaxga kirgisi bo'lgan umumiy hayotni masofasi gapirildi. Ertaga shu darslarda eshitib bo'lgandan keyin hayotimiz o'zgaradimi, o'zgarmaydimi? Yoki qanday bo'lsa bugun shunday, bugun qanday bo'lsa ertaga bundan ham bettar bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, musulmonning bugungi kuni kechagidaqa bo'lmaydi. Endi ertangi kuni bugungidaqa bo'lmaydi. Umrimiz haqida javob beramiz, nimaga sarflayapmiz umrimizni? Pulni qayerdan topyapmiz? Birodarlar, savdogarlar va qayerga sarflayapmiz? Qiylanib, temir tindaqlab topgan pulimizni bid'atga, ifrotga sarflayapmiz. Qaranglar, o'zi mana Ramazon oyida turibdinglar, mulohazada bu darsga taalluqli bo'lmasa ham. Mana hozir 20 kunga o'tganingizdan keyin bir islomning ortidan tahalliyda shu bilan nima qilyapsiz? Yuraveryapsiz. Demak, insonga unaqa ko'pam narsa ham taqmas ekan. Kechqurun qilgan iftorligingiz bilan yursiz ham yuribsiz. Demak, bizni yeyotgan narsamiz ortiqcha bari. Xuddi shunga o'xshagandek, oyiga 2000 so'm daromad qiladigan oila ham yashayapti. $2000 daromad qilayotgan ham yashayapti.
Lekin Alloh taolo oldiga borganda bir xil bo'ladimi bular? Insonga ko'p narsa kerak emas o'zi. Bitta tomi bo'lsa, avratini yopadigan kiyimi bo'lsa, qornini to'yg'azadigan bitta noni bo'lsa degan payg'ambarimiz butun dunyosini kerak. Unga dollar tushsa ham tushsa ham baribir, krizis bo'lsa ham bo'lmasa ham baribir, unga baribir, chunki yo'qdi unda hech narsa. Nabiy sollallohu alayhi vasallam dunyoda musofirda yashaylardi. Musofir qanaqa yashaydi? Vanjismihi fima abla. Joni nima bilan qiynab borgan? Shu haqida ham so'raladi. Birodalar, ko'proq ishlasam, ko'proq pul topaman. Kattaroq paqir ko'tarsam, ko'proq pul topaman. Bu jasad qiyomat kunida topiladi bizga. Mana bitta odamning ustida bitta haq bor. Allohning haqqi bor. Unga shirk keltirmaslik, unga ibodat qilish. Xo'p, bajaryapsizmi ya? Odamlarning haqqi bor siz ustingizda. Yordamni istaydigan mahalda yordam berish kerak. Bajaryapsizmi ya? Endi joningiz ham haqqi bor. Charchaganda dam berish kerak, kasal bo'lganda davolash kerak. Yo'q, to'xtab tur. Pochkasi ichib ketgan bo'lsa ham o'zini chiqarib olay. Keyin. O'g'limni uylab olay. Keyin. Ma devorimni suvab olay. Keyin. Birodalar, joninglar qiyomatda o'zingizlar yoqinglardan oladi. Agar boshqa narsaga pul to'playotgan biror bir bemor bo'lsa, ichimizda tasta taplab olinglar. Chunki ertaga hisob-kitob qilinadi. Walau tara iz wuqifu ala robbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala va robbina qala fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Qiyomat kunida kofirlar Alloh taolaning ro'parasida turar ekan, ularga aytiladi. Ularning parvardigorlari huzurida turg'izib qo'yilgan paytlarida Alloh ularga mana shu tirilish haq emasmi deganida ular Parvardigorimizga qasamki haq ekan deydilar. Alloh esa mana endi kofir bo'lib o'tganingiz sababli azob chekingiz deb javob qilganini ko'rsangiz edi. Quyida shunday oyatni o'qiymiz. Do'zaxiylarni do'zaxga kirgizgan asosiy sababni aytishadi. Yana diqqat qilaylik. Mana shu kasal bo'lishimga falon narsa sabab bo'ldi desa, o'sha sabablarni yaxshiroq eslab qolishga harakat qilasiz. O'sha kasal bo'lib qolmaslik uchun, kasaldan ehtiyot bo'lish uchun. Do'zax ahlidan so'raladi. Ma salakakum fi saqar? Ular do'zax ahliga sizlarni saqarga, ya'ni jahannamga nima kirgizdi deganlarida ular aytdilar. Qalu lam nakum minal musallin va lam nakun nut'imul miskin va kunna nakhudu ma'al kha'irin va kunna nukazzibu biyawmiddin hatta atana al-yaqin. Ular javob beryapti. Biz namoz o'quvchilardan bo'lmadik. Namoz birodarlar. Jumaga keladigan odamlar bor, faqat qadr kechasiga keladiganlar bor, masjidni yoki namozni umuman bir yilda 2 martadan osibcha tanimaydigan odamlar bor. Birinchi bo'lib ularni do'zaxga kirgizgan narsa nima deb so'raganda namoz deyapti. Namozi odamning amallari qabul qilinmaydi. Faroziga qo'yilayotganda bandan amali, faroziga qo'ymay turib, namozi bormi deb so'raladi. Agar namozdan o'tsa savoldan javobidan, shunda eni kitobi faroziga qo'yiladi. Bo'lmasam, hajga borganmi? Masjid top qo'yganmi? Ro'za tutganmi? Ota-onasining duosini olganmi? Qaralmaydi. Namoz birodarlar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam namozni bizi tilda mana javoz pasport degan payg'ambarimiz. Pasport yo'q odam grajdanin bo'la olmagandek, namoz yo'q odam musulmon bo'la olmaydi komil suratida. Do'zaxga tushganlarning ikkinchi aytgan so'zi: miskin, bechoraga taom berguchi ham bo'lmadik. Baxil bo'lgan. Sadaqa xayriya ehson qilmagan. Bizlar botil behuda so'zlarga so'ng'uvchi kimsalar bilan birga so'ng'ir edik. Ya'ni Qur'on va payg'ambar xususida tuhmat yolg'onlar to'qir edik. Din haqida masxara gap bo'lsa qo'shilib ketadi, xursand bo'ladi. Qo'shimchalar qo'shadi. Palonchi qora ekan mana dedik. To'rtinchi qora ekan anaqa ekan. Ha o'zi bu qora ekanlar anaqada. Ha bu o'zi namoz qolar manaqada. Shunaqa odamlar bilan o'tiravergan ekanmiz. G'uluga, botil behuda so'zlarga so'ng'ir. Ya'ni qachonga yashashgan edi bular? Ulgurmagan edi. Bular ham aytgan edi. Chaqqa kirganda boshqa olaman, 30 ga kirganda boshqa olaman deganida to bizlarga aniq ilm kelgunicha bizlar jazo qiyomat kunini yolg'on der edik. Masalan, namoz o'qimayman deydigan odam bilmadan bo'lmasa kerak hol. O'qiyman deydi. O'qiyman aka deydi. Insof bersin deb o'qiyman. O'zi insonni aqlsiz joyda turgani o'sha insof bo'ladi. Agar dinni bo'lganingda senga uzr bor edi. Chunki shariat aqli past odamlarga taklifotlarni yuklaydi. Endi oqlovchilarning oqlovi ularga foyda bermadi. Tafsilan hisob-kitob qilinadigan narsa, ya'ni ikki kishigacha so'raladigan hisob-kitob turibdi ko'rinishi bu pul. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Imom Muslimda rivoyat qilingan hadisda aytadilar:
Albatta faqir muhojirlar boy kishilardan qiyomat kunida jannatga 40 yil avval kiradilar. 40 yil avval o'zib ketadilar. Boylar nima uchun ya Rasululloh desa, puli borlar hisob qilinadi dedi. Chunki payg'ambarlarning orasidagi eng boy bo'lgan Sulaymon ibn Davud alayhissalom hamma payg'ambarlardan keyin 40 yildan keyin jannatga kiradi deyiladi. Nima sabab? Mol dunyosini kattaligi. Hech qachon banda o'liyatib, boy bo'lib yashamadim deb xafa bo'lmaydi. Hech qachon banda qiyomatda tirilib turib, eskina boy bo'lib yashamadim demaydi. Chunki qiyomat kuni hisob-kitobligini osonligini ko'rgandan keyin, yaxshi ham kambag'al qilib qo'ygan ekan Alloh. Maqa kelganda yengilroq bo'ldi, esimizdan chiqmasin. Dunyoda kattaroq olgan oxiratda kichkinaroq bo'ladi deyiladi. Endi dunyoda katta olganlar sarflab qolsin dunyosini oxiratiga. Oxiratda kattaroq olishiga. Chunki boylar jannatga ketishsa ham, agar moli dunyosini Alloh rozi bo'ladigan yo'lga sarflagan bo'lsa, darajasi kambag'allarga bilan barobar bo'laveradi. Agar sarflagan bo'lsa. Bandaga berilgan ne'matlar haqida so'raladi. Summa la tus'alunna yawma idin 'anil na'im. So'ngra ana shu kunda albatta hayotda dunyoda sizlarga ato etilgan barcha ne'matlar haqida so'ralasizlar. Birinchi ne'mat nima edi? Kimlar aytasizlar? Hammaga bermagan Alloh uni. Faqat mu'minlarga bergan. Ikkita ne'matni aytamiz, amin, Xudoyim. Ikkita narsa. Tinchlik, tansihatlik bersin. Bormi? Tinchlik, tansihatlik. Tinchlik bilan sog'lik, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, shunday bir ikkita ne'matki, bo'sh vaqt bilan sog'lik degan boshqa hadislarda odamlarda juda ko'p bu narsadan deydi bexabar. Ish yurishmayapti, siqilib yuribdi bo'g'ilib. Tinchku. Joni sog'. Endi pulni topadi, zo'r bo'lgandan keyin salomatlik ketdi-da. O'sha salomatlikka sabab bo'lganini ko'rasiz. Birinchi bo'lib qiyomatda so'raladigan narsa bu salomatlik. Kasal odamning holidan xabar olmaymizmi? Yurgan imkoniyati yo'q odamlar bor. Qimirlagan imkoniyati yo'q odamlar bor. Sajda qila olmaydigan odamlar bor. Umuman ibodat qilishga imkoniyati yo'q bo'lgan odamlar bor. Ibratlanmaymizmi? Yaqinda shu movi arab kanallarining bittasida shu ko'rsatuvda bir odamni ko'rsatyapti. Nihoyatda boy ekan. Shunaqa boyki, ishlashga hojati yo'q. Ishxonalari bor, ko'p hokazo. Lekin shu odam hol ekan. Shuni o'tkazib qo'ygan, gapiryapti, qimillayapti. Nima orzuying bor deyapti deydi. Nimani aytadi? Agar Alloh deyapti, sog'ligimni qaytarib bersa deyapti. Bir marta peshonamni yerga o'zim ixtiyorim bilan qo'yib, subhana robbiyal a'lo deyapti. Nimaga unaqa deyapti? Chunki oya ham bor. Endi ertaga Allohning oldiga borganda peshonasini Alloh egilmaydigan qilib qo'ydi. Ibodatsiz qilgan. Aytayapti, bir marta peshonamni yerga qo'yib, subhana robbiyal. Bu shunaqa boylik boshlardi qo'linglarda. Faqat bilmaysizlar uni birodarlar. Alloh akbar. So'rayotgan narsamiz barmon pul. O'zi peshonasini yerga qo'yib turadigan qilib qo'ygan Alloh. Bilasizmi? Millionlagan odamlarga bermagan boylikni berdi. Bilasizmi ne'matda borligini? Odatda inson o'zida bor ne'matni ko'ra olmaydi. Qo'shnisiniki narsa ko'rilaveradi ko'zida. Shu odam aytayapti, gapini davom etadi. Meni mana shu ahvolimni ko'rib turgan yaqin do'stlarim menga rahmi kelyapti deydi. Lekin men ularni yomon ko'raman. Sababi bu ahvolimdan ko'ra achinarliroq hayotimni bir vaqt o'tgan ekan. Allohga ibodat qilib o'tgan ekanman. O'sha paytda menga rahmi kelib bittasini nasihat qilmagan ekan. Endi menga rahmi kelishini hojati yo'q. Ehtimol pullarni sarflar endi. Ehtimol oxiratga o'tkazar. Lekin payg'ambarimiz aytgandek, o'zing sog' bo'lib turganingda, baxil bo'lib turganingda, kambag'al bo'lishidan qo'rqib, boy bo'lishidan umid qilib turgan paytingda qilgan sadoqating eng afzal sadoqat degani. Qarab olganingizdan keyin 50 ming dollaringiz bor. Bir 70 ming nima qilasiz? Prosentga beramidingiz uni? Albatta emasga sarflaysiz. Albatta qarindoshga qo'ygizasiz. Endi kerak bo'lmay qolsa, oqsoqol bo'l. Payg'ambarimiz aytayapti, to'zma deyapti. Mana shu darslarda keldi shu hadislar. Qarqara kelib, o'lim ko'zingga ko'ringanda falonsiga po'kincha dema, endi o'shiladiki bo'ldi deydi. Bersang ham qoldi, bermasang ham qoldi. Shuning uchun sog'ligimizda, baxil bo'lib turganimizda, kambag'al bo'lishdan qo'rqib, boy bo'lishdan umid bo'lib turgan paytda bergan pulimiz boshqacha bo'ladi. Birodarlar, Alloh taolo siz bilan bizga mana shunday bir muborak oy yetkazdi. Ro'zam tutishni nasib qildi. Mana qadr kechasi o'tiribmiz inshaalloh.
duolarimizni ijobat qilish imkoniyatimiz bor. Peshanamiz yerga qo'yapmiz. Mana Alloh akbar deb imom rukuga ketib, sajdaga ketganda peshanani yerga qo'yganda bir yig'lab ko'raylikki, Parvardigor, demading-ku ko'pchilikka bu ne'matingni. Menga o'xshab, yurikka qanchasi? Qilaylik shuni. Ulamolar aytadi, Qadr kechasida bir mo'min bandani qalbiga farishtaning qo'li kelib ketsa, shunda qalbi erib, ko'zidan yosh oqadi. Yig'lamayapsizmi? Alam qilganidan yig'laydigan. Nimaga biz yig'lamayapmiz? Alloh subhanahu va taolo eshitilgan ma'ruzalarga amal qilishni nasib qilgan bo'lsin. Bizlarni qaysilarimiz chiroyliroq yaxshi amal qilishimizni sinash uchun, imtihon qilish uchun o'lim bilan yaratgan Alloh taolaga hamd va sano bo'lsin. Alloh taolo hamma narsani qadar o'lchov bilan yaratdi. Har bir narsani hisob-kitobini qo'ydi. Har bir narsani o'zining munosib bir joyda, munosib bir vaqtda va munosib taqdir qilgan holatda yaratgan Alloh taolaga hamd va sano bo'lsin. Dunyo hayoti bu insonning ekinzori. Mo'min kishi dunyoda ekkan ekinzorini, hosilini, natijasini oxiratda ko'radi. Alloh taoloning hikmat ilohiyasidan bo'ldiki, mana shu qiyomat soatini qachonligini bildirmadi. Va insonni ajali qachon kelishligini faqat o'zi biladigan bir ilm qilib qo'ydi. Buni hikmatki, agar bir kun bo'lishidan qat'iy nazar o'lim soati aniq belgilab berilsa, falon kuni o'lasan deb belgilansa, u butun gunoh ma'siyatlarni isrof qilib qo'yadi-da, o'lishligiga yaqin muddat qo'yganda amalga kirishib qoladi. Lekin Alloh taolo siz bilan bizni doimiy suratda oxirat diyoriga tayyorgarlik ko'rishimizni ixtiyor qildi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: nafsini hisob-kitob qilgan, o'limdan keyingi hayotiga amal qilgan kishi haqiqiy ziyrak ixtiyor kishidir. Endi nafsini havosiga bo'ysundirib, yana Alloh taolodan mukofot umid qilgan kishi haqiqiy ojizdir. Haqiqiy ixtiyor ogoh kishi o'limdan keyingi tarbiyalik ko'radi, o'zini hisob-kitob qiladi, o'zini doim tarbiyalikda tutadi. Mana shu kishi ixtiyor hisoblanadi. Endi bir insonki xohlagan ishini qilsa, oq-qorani tanimasa, nafsi nimani xohlaydigan bo'lsa, shuni ketidan ketib turib, yana dunyoda ham yashashni orzu qilsa, undan keyin oxiratda ham bir yaxshi natijaga yetmoqchi bo'ladigan bo'lsa, bu haqiqiy ojiz notavon kishi bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuquhu min haythu la yahtasib." Kim Allohdan qo'rqsa, ya'ni Alloh aytgan qonun qoida bilan yashasa, u zot uchun barcha mushkullardan chiqish yo'lini Alloh taolo ko'rsatadi va kutmagan joydan rizqini beradi. Bu oyatga qaraydigan bo'lsak, Allohdan taqvo qilib, Allohning buyrug'i bilan yashagan kishi dunyodagi hamma muammosini Alloh o'zim hal qilib beraman deydi. Bu dunyodagisi bo'lsa, va yarzuqu min haythu la yahtasib. Bu dunyoda ham Alloh kutmagan joydan rizqini beradi, hamda oxiratda ham beradi. Bitta shart taqvo qilaylik. Taqvoning qisqacha ma'nosi gunohlardan ehtiyot bo'lish. Bu mana muborak bir Alloh taoloning izni bilan bo'layotgan darslarda ruh haqida, qabr haqida gapirdik. Qiyomatning katta-kichik alomatlarini ko'rib chiqdik. So'ngra oxiratga qarab keldik. Birinchi nafxani ko'rdik. Birinchi nafxa bilan, surga uringan birinchi nafxa bilan koinot vayron bo'ldi. Ikkinchi nafxa bilan mahluqotlar ikkinchi marta hayotga qaytarildi. Qabrlardan chiqib kelishdi. So'ngra qiyomat maydoniga to'plandi. Odamlarning holi har xil bo'ldi. Alloh taolo tomonidan insonlarning qilgan ishlarining hisoboti kitoblar qo'llarga topshirildi. Odamlar ikki xil bo'ldi. Nomoy amalini o'ng qo'lidan olganlar bo'ldi. Kitobini chap qo'ldan olganlar bo'ldi. So'ngra boshqa hech qaysi bir ulul azm minar rusul bo'lgan payg'ambarlar qila olmagan ishni, shafoatni Nabiy sollallohu alayhi vasallam ummatlariga shafoatni Allohdan so'radi. Va Rasulullohning duosi tufayli hisob-kitob boshlandi. Alloh taolo mahshargoh ustiga keldi. O'zining azamati, o'zining buyukligi, jaloliga loyiq bo'lgan, o'zi bilgan ko'rinishda Alloh taolo mahshar maydoniga keldi. Yer, ya'ni mahshargoh Parvardigorining nuri bilan yorishdi. Kitob, nomoya amal qo'yildi. Payg'ambarlar va guvohlar keltirildi. Ularning, ya'ni barcha bandalarning o'rtalarida birontalariga zulm qilinmagan holda haq hukm bilan hukm qilindi. Va jaa robbuka val malaku saffan saffa. Parvardigoringiz va farishtalar saf-saf bo'lib keldi. Hal yanzuruna illa an ya'tiyakumullohu fi zulalin minal ghamam
val malaikatu va qudiyal amr va ilallohi turja'ul umur. Ular, ya'ni haq yo'lni inkor qilgan kofirlar boqmaydilar. Magar ularga bulutdan bo'lgan soyabon ostida Alloh va farishtalar hisob qilish uchun keladi-da, ish tamom bo'ladi. Va barcha ishlar yolg'iz Allohga qoldiriladi. Hisob boshlanadi. Hisob boshlanishidan avval mana bandalar turdi 50 ming. Keriga botdi. Ular do'zaxga bo'lsa ham Alloh hukm qilsin, qiylanishga tegdi. Payg'ambarimizning shafoati bo'ldi. Payg'ambar alayhisolamning duosi bo'ldi. Endi Alloh taolo hisob qilgan ekan. Mana shu mahshar maydonida turibdi hozir insonlar. Mana shu Alloh taolo mahsharga kelgan holatda yana bir buyuk, dahshatli bir manzara yuz beradi. Jahannam sudrab keladi. Jahannam Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi. Alloh taolo aytadi: "Va burrizatil jahimu liman yara." Va do'zax ko'radigan har bir kishiga ko'rsatib qo'yilgan. Insonlar mahsharda turar ekan, do'zax sudralib o'tganadi. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka va jaa robbuka wal malaku saffan saffa va ji'a yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatazakkarul insan wa anna lahu zikra. Yo'q. Bunday kishi bitorlaringizdan qaytingiz. Qachon yer zilzilaga tushib, silparchin qilganda, Parvardigoringizning hukmi, Parvardigoringiz va farishtalar saf-saf bo'lib kelganida, kofirlarni ko'rishlari uchun o'sha kunda jahannamni ham yaqin keltirib qo'yganida, ana o'sha kunda inson bu ko'rganlaridan eslatma ibrat olur. Ammo u kunda bu eslatma ibratning foydasi qayoqdan keladi? Ko'rgandan keyingi eskirganligini foydasi. Engisi u sizni harakatingizni ko'rdi. Chunki hayvonda u aqli yo'q. Endi insonlar xuddi hayvonni singari jahannamni ko'rgandan keyin eskirganligini Alloh taolo aytibdi, zarracha foydasi bo'lmaydi. U aytib qoladi: "Qo'shkiyda endi men hayot vaqtimda yaxshi amallarni qilib o'tgan bo'lsam edi, do'zaxni ko'rgandan keyin aytayapti. U kundagi Allohning azobi kabi hech kim azoblay olmas." Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda mana shu manzara tasvirlandi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Jahannam sudrab keltiriladi. Uning u kunda 70 mingta zanjiri yoki 70 mingta tushi bo'ladi. Har bir zanjirini 70 mingtadan farishta sudrab keladi. 70 mingni 70 ming ko'paytirsa qancha bo'ladi? 4 milliard 900 million farishta jahannamni mana shunday bir haybati bilan, dahshati bilan mahshar maydoniga sudrab keladi. Va ko'radigan hamma uni ko'radi. Lekin bu dahshat shunday bir qattiq bo'ladiki, insonlar, kofirlar bu manzarani qo'rqinchliligidan jahannamga tushishga qolmaydi. Ko'zlarini qirlari bilan qaraydi. Chunki inson tushga qarashga toqat qila olmaydi. Va ma ya'lamu junuda robbika illa hu dedi Alloh taolo. Parvardigoringni qanday qo'shini, qanday bizni tilda armiyasi borligini faqat o'zi biladi. Bitta farishta tursa 70 ming odamni tushirib yuboradi degan. Jibril alayhisalom qonatining bir uchi bilan bir tuproqni ko'tarib osmonga ko'tarib, balo yoqqandan keyin to'ntarib qo'ydi. Bir farishta qulog'i bilan yelkasining orasidagi masofa 700 yillik masofa degan Rasululloh. Mana shunday buyuk farishtalardan 4 milliard 900 million farishta jahannamda sudrab kelayotganligini mahsharda turganlar ko'radi. Kofirlar ko'radi. Dahshat shunday bo'ladiki, qarolmaydi u. O'sha vaqtda kofirlarning ahvoli qanday bo'ladi? Va atadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira. Idza ra'atkum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan va zafira. Yo'q, ular Qur'on oyatlariga boqmaydilar. Chunki ular qiyomat soatini yolg'on deganlar. Biz esa u soatni yolg'on degan kimsalar uchun do'zax o'tini tayyorlab qo'ygandirmiz. Do'zax ularni uzoq joydan ko'rgan vaqtidayoq uning hayqiriq va bo'kirishini eshitdilar. Go'yo jahannam tirik bir narsadek, kofirlarni ko'rgan paytda bo'kiradi, hayqiradi, bo'kiradi. Odamlar jahannamda mana shunday bir ovoz hayqirig'larni eshitdilar. Dahshat qattiqligidan qarolmaydi deb aytdi. Yana bitta bir dahshatli ko'rinishlardan jahannam otga qo'yildi. Insonlar turibdi kitoblari bilan, Parvardigor hisob-kitob uchun kelgan farishtalar bilan mana shu holatda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat kuni do'zaxdan bir bo'yin chiqadi. Yana bir uzun bo'yin chiqadi. Uni ko'radigan ikki ko'zi, eshitadigan ikki qulog'i va gapiradigan tili bo'ladi. Va mana shu bo'yin aytadi.
Mahsharda sizda jahannamdan chiqqan bo'yin turib aytadiki, men 3 kishiga biriktirildim. Ya'ni 3 kishini olib ketaman jahannamga deydi. Hali hisob bo'lmasdan turib. Havobi gunohi tortilmasdan turib insonlar kitoblari bilan turganda odamni hisob olib ketaman dedi. Xuddi 70 mingta payg'ambarimizning ummatidan hisob jannatga kirib ketgandek, bular hisobsiz do'zaxga kirib ketadi. Bikulli jabbarin ali. Har qanday jabr qiluvchi va o'jar bo'lgan kimsaga, odamlarga zulm qilgan, jabr qilgan, Allohning oyatlariga itoat qilishdan o'jarlik qilgan. Ikkinchisi, Allohdan boshqani iloh qilgan kishiga, mushriklarga. Alloh taoloning o'ziga xos bo'lgan ishda boshqalarni Allohga sherik qilganlarni olib ketadi. Ikkinchisi, musavvirlarga. Ya'ni hadislarda o'qiganmiz, mana ko'pchiligimizga ma'lum, qo'li bilan jonli narsani suratini chizgan kishiga qiyomat kunida tiriltirib uni deydi. Yoki qil berib qo'yiladi, 40 ta bo'l deyiladi. Surat fotografiya bunga kirmaydi biroq. U qo'li bilan chizganga kiradi. Chunki bir paytlar uyga bir naqshlar, rasmlar chizishga bir urf bo'lib ketgan. Albatta bu dinimizdan ancha bexabar bo'lgan bir davrlarda shu narsa chiziladi. Agar shu narsalar bo'lsa, shu narsani tezroq yo'q qilaylik. Va arafna jahannama yawma idin lil kafirin arda alladina kanat a'yunuhum fi ghita'in an zikri wa kanu la yastati'una sam'a. U kunda kofirlar uchun jahannamni kundalang qilib qo'ydik. Ularning ko'zlari dunyoda mening eslatmalarimdan to'silgan edi. Ular mening pan nasihatlarimni eshitishga ham qodir emasdilar. Qo'y, kelishib, dinlik, gaplashib o'tiraylik. To'yda ham masala, ziyofatda ham masala, qayga borsa ham masala. Endi mashinaga chiqsang ham masalani qo'yib o'shib, qo'yma bir odamni ko'nglini ko'taradigan narsadan qo'y, muzikani qo'y, radioni qo'y. Yo'q emas bunaqa odamlar. Bu yerda masala eshitgani kelib o'tirganlar, hammamiz mazza qilib o'tirganimizdan xuddi shu narsani eshitgan yuragi siqiladiganlar bor. Alloh taolo shunday oyatlar keladi mazmuni. Fosiq bo'lgan, kofir bo'lgan kimsalarni Alloh taolo xuddi inson yuqoriga ko'tarilgan sari osmonga nafasi chiqqandek Allohning zikrini eshitganda yuragini siqiladigan qilib qo'yganmiz. Allohning so'zi, payg'ambarning so'zi aytayotganda, qaraylik-da, bizning ko'nglimiz ravshanlashib, tiniqlashyapti yoki siqilib bo'g'ilyapti, yana masala bor. Bu kishilar Alloh taoloning zikrini eshitishga qodir emasdilar. Va burrizatil jahimu lil g'ovin. Do'zax yo'ldan ozgan kimsalarga ko'rsatib qo'yildi. Jahannamning bu haybati, dahshati va kattaligi bilan kelishini ko'rganlar dahshatdan cho'kadi. Cho'kmay iloji bo'lmaydi. Bas ey Muhammad, Parvardigoringizga qasamki, albatta biz ularni yo'ldan ozdirgan shaytonlari bilan birga to'plarmiz. So'ngra barchalarini jahannam atrofida tiz cho'kkan holda hozir qilamiz. Alloh taolo tiz cho'ktirib qo'yadi hamma. Bu egilmagan sizzalar, rukuga sajdaga bormagan, tikka turgan qomatlar bu kunda Alloh taolaning jahannamini ko'rganda o'zlari bilmagan holda tiz cho'kadilar. Va tara kullu ummatin jasiya. U kunda barcha ummatni dahshat va iztirobla tiz cho'kkan holda ko'ryapsiz. Har bir ummat o'z nomoya amaliga chaqirur, so'ngra ularga deyilur: bugun qilib o'tgan amallaringiz bilan jazolanarsizlar. Jahannamni, do'zaxni, saqarni, dahshatini oldida inson bolasi tikka turishga qodir bo'lmaydi. Jahannamga ro'baro qilishlik boshlanadi. Va yawma yu'radu allazina kafaru 'alan nari alaysa hada bil haqq qalu bala va robbina qala fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Kofir bo'lgan kimsalar do'zaxga ko'ndalang qilinadigan kunda ularga ushbu azob haq emas ekanmi deyilganida ular yo'q, Parvardigorimizga qasamki, bizlarga va'da qilingan azob haq ekan derlar. Shunda Alloh aytadi: "Bas, kofir bo'lganlaringiz sababli mana shu azobni totib ko'ring." Jahannamdan chiqqan bo'yin insonlarni, kofirlarni ichlariga o'yib kiradi. Ularni qalblariga yetib boradi. Narullohil muqada. Qarg'arasi tutilgan paytda ko'zi ochilib qoladi. Tavba ikki xil holatda qabul bo'lmaydi deb aytdik. Mag'ribdan chiqib qolgan paytda tavba qilsa qabul bo'lmaydi. G'arg'ara bo'g'ziga kelgan paytda qilsa qabul bo'lmaydi. Endi bular ikkalasi ham ko'rib bo'ldi. Qiyomatdan bo'ldi bularga, g'arg'ara ham keldi. Endi orqaga yo'l so'rayapti bular. Bizda hali bu orqaga ketadigan yo'l to'silgan yo'q.
orqaga qaytadigan, tavbaga yuradigan to'silgani yo'q. Fursat bor. Fursat bor. Ularning xorlikdan egilgan va do'zaxga ko'z qirlari bilan qaragan hollarida unga ko'ndalang qilayotganini ko'ribsiz. Iymon keltirgan zotlar aytadi. Innal khosirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala innaz zolimina fi azabin muqim. Bir ota yoki bir ona bolasi so'rasa, bir istasa, bir tarix kasal bo'lib qolsa, uni doktorda bir odam olib yotadi. Onasi yoki otasi. Bu yo'q bo'pti begona tabib ekan deydi. Nimaga meni onam o'zi bo'g'ib ushlab turibdi deydi. Bolasini jonini achayotganini ko'rgan ota, qo'y, sinlanib ketdi bolam. Mayli doktor qo'ying, yaxshi bo'lib qolar. Qo'y yog'i surkab qo'yamiz deb olib ketib qolsa. Nima bo'ladi? Shu ota bolaga yaxshilik qildi deb ayta olamizmi? Yo bu ota qachon yaxshilik qiladi? Bolasini qiynab bo'lsa ham, tushunmayapti bu bola. O'sha xonaga gemodezni qo'yib, jigarini yuvgandan keyin yaxshi bo'lib qoladi. Xuddi shunga o'xshagandek. Qo'y, uxlab olaversin deydi. Bunda sizning tur 8 ga kirdi, 9 ga kirdi desa, o'qib olmaqsin. Ro'mol odatlansin desa, hali 9 ga kirgani yo'q, qo'y. Tezda o'qib, ichingga ket, sonda o'qib yot, deb kichkina bolalarga ish buyursa, bu yoqdagi qisqada qaraganlar, qo'y qiynama bolayni deydi. Keladiki, hozirgi aytgan sara kasal bilan namozga buyurayotgan otani misoli bir-biriga to'g'ri keladimi? Kim kimga zulm qilyapti? O'zi ibodatda yo'q. Dinni o'rganishida yo'q. Masjidda yo'q. Taqvoda yo'q. Endi bolasiga qayoqdan buyursin? U har qancha yegizsin, har qancha ichirsin, zo'r qilib bersin hayotini. Agar Allohni tanitib ibodatga buyurmayotgan bo'lsa, bu ota-ona bolaga zulm qilyapti. Böyle oturgan namozxonlar bizga tegishli birinchi navbatda. Biz o'zimiz yer bo'lsak, ahli ayolimizni taqvoga buyurmasak, bola chaqamizni ibodatga buyurmasak, biz zulm qilyapmiz. Mo'minlar aytadi, albatta ziyon ko'rguvchilar garchi dunyo ne'matlaridan foydalanib o'tgan bo'lsalar-da, va qiyomat kunida o'zlariga, ahli oilalariga ziyon qilgan kimsalardir. O'zi ibodatda yo'q, oilasini buyurmadimi? O'ziga ham zulm qilyapti, oilasiga ham zulm qilyapti. Alloh saqlasin birodarlar. Qaraylik, zulm qilmayapmizmi bolalarimizga? To'yga berdingmi? Molga qara. To'yga qara, ertaman turib borib molga yemini beradi, qo'y yemini beradi, lekin bolasini yemini bermaydi. Tur namozini o'qida bir tep olmaydi. Qo'y. Molga mehribonligi bor, foyda bor unda. Lekin bolasini jahannamga ketishiga rozi bo'lmasdan yo'q qo'yib ketdi. Ko'zimizni katta ochaylik. Bolamiz 7 ga kirdimi, namozga buyuringlar degan payg'ambarimiz. 10 ga kirdimi, uringlar degan. Buni istil bor. Ya'ni o'g'il bola 12 yashardan balog'at yetadi. 10 ga kirganda ur deyapti payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Odat bilan o'rgan. Buyina bola ertaman tep qolmaydi hammamiz. Buni yaxshi gapirib, yetalab jumaga olib borib, sekin-sekinlik bilan bo'ladi bu narsa. Chunki bir danaga urib namozga yiqitolmaymiz.